ishini ziyorat qilgan кезде toza bo'lsa odam quvonadi. Qabrda usti toza bo'lsa, demak aytadi, bu odamning ustida tiri odamlar bor ekan, tiri bog'lar bor ekan, eski oltin bog'lar bor ekan deb aytadi. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadiki, 3 narsa to qiyomat kuniga дейін to'xtamay savb borib turadi. 3 narsa. Birinchisi, kim maktab qurgan bo'lsa, meshit, yo'l, ko'pir qurgan bo'lsa, uni mіндеттемейтін bo'lsa, istagan amallarni mіндеттемейтін bo'lsa, Alloh tabarak va taolo to qiyomat kuni uni savb borib turadi ekan. Ikkinchisi, sadaqa jariya, sadaqa maxfi. Ya'ni sadaqa odamlarga ko'rsatib beradigan sadaqa, ko'rsatib beradigan sadaqada uni mіндеттемейтін bo'lsa, inshaalloh, o sadaqada to qiyomat kuni borib turadi inshaalloh. Uchinchi narsasi, kim balasini molda, qari yo bo'lsa din yo'lida o'qitadigan bo'lsa, o din yo'lida o'qitgandan keyin bir xalqqa uni foydasi yetib bo'lsa, inshaalloh, onda savob tip boradi inshaalloh. Bir odam, bir yosh yigit akasi bilan sheshasi dunyodan o'tadi. Dunyodan o'tgandan keyin o bola 10 yil aka sheshasini ziyoratga bormaydi. Bir kun shu yo'ldan o'tib borayotgan кезде qarasa, bir shalqisi bir qabrni bosini jilayotgan bo'ladi. Sonda bag'andagi shal nega jilayotadi deb kutib o'tiradi. Bag'andagi shal 1 soat jilaydi qabrni bosida. 1 soatdan keyin qabr bosidan chiqib ketayotgan кезде, "Ey ata, siz nega 1 soatdan beri qabr bosidan jilayotgansiz?" degan кезде, bag'andagi ata aytadi, "Men bugun tush ko'rdim. Tushimda bolam menga jilayotdi. Ey aka, meni dunyoga keltiringiz. Men dunyoga keltirgandan keyin bir kelib ziyorat qabrni bosida ziyorat qilmayapsiz. Nega Qur'on o'qimayapsiz?" deb tushimga kirdi deb o'tirganda, bag'andagi ertesida bola, bag'andagi akasi bilan sheshasi o'lgan bola ertesida bir mol so'yib sadaqa berib, elga avulga sadaqa berib, har 2 kun sayin qabrga bosini ziyorat qilib bo'lganda, so'ng uchun har birimiz akamiz bor, sheshamiz bor, to'g'an do'stlarimiz bor. Dunyodan o'tgandan keyin har doim bizdan Qur'on o'quvdan bizga muhtoj bo'ladi. Bizdan muhtoj bo'ladilar. Nega degan кезде, ular bu dunyodan o'tib ketdi. Ular hech qanday amaldar bari javob oldi. Бүкіл амалдар жабылғандан кейін, артынан біз тірі адамдар бұларды басына келіп Құран оқуымыз керек, тазалауымыз керек, мән беруіміз керек. Ертең бізді бала шағамыз да осы нәрсені көргеннен кейін, біз де кеткенімізден кейін, бізді бала шағамыз да біздің де дәл солай тазалайды екен, қарайды екенбіз. Егер біз өзіміз мән бермесек, бала шағамыз қарамаса, ертең бізді халіміз бой болады екен. Алхамдулиллахи раббил аламин. Осы қабірді келіп тазалатқан ағаларымызға, бауырларымызға, Аллах олардан өткен ағалары, бауырлары, әке шешелері олардан разы болсын иншаллах Құдай. Bu dinle istеген жақсы амалдарымызды Аллах табаракта өзіміз істерге алсын. Өткенімізді арбақтары шаптызын. Раббана қина азабан азабыл қабр, азабыл қияман. Рахмет. Аллаху акбар. Ағайындар, келіңіздер. Назаратты тазалайық. Үлкен сауапқа ие боламыз иншалла. Міне қазір біразын тазаладық. Тағы қалған басқа күні тазалауға тағы шақырамыз.